aytaylik son katta son yozmoqchisalar, 14 million deb, shu shaklda yozish mumkin. Buni print qilib ko'rsak nima chiqadi? 14 million bo'lib chiqadi. O'zi qanaqa yozilishi kerak edi? Bunday yoziladi. Hop, nima uchun bu kerak? Misol bo'lib yozish. Ko'zda o'qishga oson bo'lishi uchun kod yozayotganlarsa. Natijasi bir xil bo'ladi, lekin o'sha kod yozayotgan odam o'qishga qulay bo'ladida. 3 dan ol, yana 3 dan ol bo'lsa, demak million ekan, yoki bunday yozib qo'ysa ham bo'ladi. Python mana bu pastki chiziqchani belgi deb qabul qilmaydimi? Xuddi shuni chiqarib bermaydimi? Ha, Ha, yozuv bo'lsa qo'shib chiqarardi o'shani ham. Xo'p, yozuv bo'lsa, misol uchun agar yozuv qilmoqchi bo'lsalar, mana bunday qilasizlar, to'g'rimi? Xo'p, bunday chiqaradi. Buni bu yerda harf sifatida ko'radi-da, nimani ichida, uyushtirma ichida. Ya'ni belgi sifatida ko'radi buni. Lekin hozir biz text emas, string emas, sonlar bilan ishlayotganimiz uchun o'zi aslida sonlar o'rtasiga nima qo'yish mumkin emas. Belgi qo'yish mumkin emas. Masalan, yoki belgi qo'ysangiz ko'paytirish amali qilib yuborish mumkinda. Hozir nima bo'ladi bu yerda? 0 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Chunki 14 ni 0 ga ko'paytiryapti, 14 ni 0 ga ko'paytiryapti, ya'ni 0 ni 0 ko'paytiryapti. Lekin bo'lish belgilarini nima qilib ketadi? O'zini vazifasiga qarab ishlatib yuboradi. Bu yerda hozir 14 ni 0 ga bo'lish mumkin emas, xato chiqadi. 0 ga bo'lish mumkin emas deb. Lekin mana shu nimani, pastki chiziqchani biza sonlar yozayotganimizda virgul qo'yib ketamiz katta sonlar uchun. Aha. Mingtalikka yoki 1 milliontalikka. O'shanday qabul qilib tushunadi-da va natijani nima qiladi? O'sha bu yo'q deb hisoblaydi. Va o'sha ko'ryapsizlar, shunday shaklda chiqarib beradi. Nima uchun kerak? Shu o'qishga oson bo'lishi uchun yozayotganda mingtaliklar ajratib yozish uchun.